4 xonali remont mebel texnika tayyor uyi sizga taklif qilmoqchiman. O'sha maydonimizda 96 kvadrat metr. Manzilimiz Yunusobod 12-kvartal metro Turkiston stansiyani oldida. Yo'l yuzida joylashgan domimizda. Bu uyimiz bizda 6-qavatda joylashgan 9 qavatli bino. Uy egalari 102 ming dollarda so'rashyapti. Albatta kelishiladigan joylari bor. Birgalikda uyga ko'ramiz. Qarang. Asosiy podyezddan kirish eshigimiz, lift taraflari ham uy ichiga qo'shilgan. Qarang, birinchisi bizda sanuzel, kafelari chiroyli, yaxshi zo'r holatda turibdi. Xo'p, kirishimiz bilan bizda bu yog'imizda prixoshka devorli olib tashlangan kattagina hol qilinib, 5-xona qilib stolov qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu yoq tarafimizda esa bizda oshxonamiz. Stroyni kuxonli mebel, gaz plita, umumvalniy hamma narsa ishlaydigan holatda. Balkonimiz 2 ga 7 metr, 2 ga bo'linib, yarmi bu yoqda, yarmi zalga qo'shilgan. Xolodilnik bor, ikkita chetida stroyni shkol. Banka-monkalarni shu yerga joylashtirsangiz bo'ladi. Uyimizda ikkita konditsioner, domofonlarimiz bor, televizorimiz bor. Nima ko'rayotgan bo'lsangiz hamma narsa qoladigan. Bu yog'imizda esa bizda zal, stul, balkon, ikkita chet stroyni mebeldan yasatilgan. Hop, keling, bu yoq tarafimizda esa bizda 3 ta spalnimiz joylashgan. Keling, marhamat, birinchisi spalniy. Bu как родительский, spalni ancha kattaroq. Mebel полностью комплектованный. Oldi-orqa reshotkalari mavjud. Prixojniy mebellari bor. Bu yog'imizda esa bizda уже 3-xonamiz bo'ladi. Как детский, как spalniy qilib foydalanamiz. Bu yog'imizda esa bizda 4-xonamiz. Va sanuzelımızdan ikkinchisi bu dushovoy hammom. Hammomning kattaligini ko'rsanglar, hammom, umumvalniy, unitaz va kir mashinalari ham bor. Manzil Yunusobod, liniya metro 102 ming. Siz shu uyni xarid qila olasiz. Uyimizni yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishingizdan chiqib qolmasin, aloqaga chiqasiz.